Xo'p, assalomu alaykum hurmatli Avtokredit 3-3 kuzatuvchilari. Biz har doimgidek yangilik qilishdan to'xtamagan holda bugun yana Avtokredit 3-3 ga tashrif buyurdik. Kuzatishga davom eting, yangiliklar hali oldinda. Abbos aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Charchamayapsizmi? Oho, yangiliklarni bosib tayyorlab sizlarga. Yangiliklarni qo'ldan kelgancha qilib qo'ydik, xudo xolasa aka. Siz uchun mana Viberlar, mijozlar, klientlar ko'rsatishingiz uchun. Bo'ldi, mana ko'rib turganlaringizda yangiliklarni Abbos aka xohlagan turlardan bosib tayyorlaganlar. Xudo xolasa narxlarni ham cho'tib qilib berasiz. Videoni kuzatishga davom eting, ko'p cho'zib o'tmaymiz. Aka birdan bo'layotgan narxini aytib, eng maksimal bonuslari bilan, necha pul chiqishi, oylik to'lovlari bilan birdan olib ketamiz. Bo'ladimi? Boshladik aka, nimadan boshlaymiz? Shu bir boshdan boshlayveramiz. Gentradan boshlaymiz. Gentramiz aka, 2022-yil, metan gazlari bor, kraskalar toza. 31 ming borib yurgan. Amerikaga Optra Toyota balonlari bor. Probek halol, ha? Probek halol. 155 million so'm qilib beramiz. Mijozlar naqd pulga. Naqd pulga aka. Bank bo'ladigan bo'lsa ham aka 7-8 million bilan boshlanish to'lov bilan bemalol xarid qilish mumkin. 7 million boshlanish to'lov bilan chiqarib berasizmi aka? Chiqarib aka, bemalol. Oylik to'lov qanchadan bo'ladi? Oylik to'lov 5,5 milliondan chiqadi. 5 yilga. Xuddi shunday. 7 million boshlanish to'lov bilan 5 yilga 5,5 milliondan Gentra tayyor. Bir so'm xarajati yo'q. Garantiya aka. Navbatda Trekkergacha. Trekkerimiz aka 2025-yil, o'zi 2 oylik mashina, 6000 kilometr yurgan, balonlar bor, parok bor, chexol poliklar qilib qo'yilgan. Mashina juda ham stok holatda. Tayyor aka. Mashina narxi ham aka 230 million so'm. Yana ham mijozlar, klientlar haqiqatan olaman degan realniy klient bo'lsa, yana ham skidka qilib beramiz. O'tib berilayotgan joyi bor. O'tib berilayotgan joyi bor aka. Boshlanish nech pul chiqaradi? Boshlanish aka bu maksimalni, minimalni 20%, 230 millionni 20%. 20% bilan chiqarib berasiz. Qolganini kelsa, ofisga bemalol gaplashaveramiz. Yani o'tilayotgan joylari bor. Navbatdagi mashinamiz Nexia 3 2022-yil aka. Hamma xohlagan o'sha qora Nexia 3 aka. Metallari bor, tonirovka bor. Lekin bundan kam qolgan aka. Yo, o'zi defitsit aka bular. Qora ranglilar juda kam qolgan. Buni narxi aka, tan narxiga keladigan bo'lsa 120 million so'm, bank bo'ladigan bo'lsa 10 million so'm bilan bemalol olib chiqib ketishlari mumkin. Boshlanish to'lovsiz. Boshlanish to'lovsiz. Xuddi shunday 10 million faqat xarajatlaricha. O'zini xarajati. Xuddi shunday. Boshlanish to'lovsiz, ko'zlaringiz oldida xarajat ko'rsatiladi. Qayoqqa nech pul ketayotgani, to'ppa-to'g'ri. Keyingi mashinamiz aka? Keyingi mashinamiz Gentra aka 2022-yil, 2023-yil aka. 1250 dollar bilan chiqadi. Tan narxi 165 million. Yana ham skidka qilib beramiz aka. 2000-yil dedingiz? 2022-yil, Kuzov 23. 22-yil 165 million. Xuddi shunday aka. Tayyor, faralar qo'yilgan. Fara, metan, hamma narsasi bor aka. Bemalol kelishaversin. Boshlanish to'lov 1250 dollar. 1250 dollar bilan tayyor katta bolalar Gentrasi nima deyapti? Keyingi mashina. Mashincha zo'r aka, bemalol. 2022-yil ikkalasi ham akajon 160 milliondan qo'yib qo'yganmiz aka. Yana skidka qilib, chiroyli qilib beraveramiz. Bular ham boshlanish to'lov juda ham arzon narxda chiqadi aka. Ko'pchiligiga aka men kredit tavsiya bermayman. Iloji boricha naqd pulga yoki bo'lmasa qanchadir mikro qarz nimadir qilib olgan yaxshi. Endi variant o'sha qurib yetmaganlar uchun prosta eng kamini hisoblab beramiz aka. To'ppa-to'g'ri aka. Bo'lmasa bu mashinalarimizni o'tamiz. 2022 bo'layam aka. 4 ta 2022-yil Gentra bor aka. Nechta Gentra yiqqansiz aka? Hammasi lukli, hammasi full aka. Gentralarni bitta ko'rsatavering. Xudo xolasa bularni aka to'rtalasini ham 160 milliondan qo'yib qo'yganmiz. Hammasidan o'tib beramiz. Skidka, bonus, chexol, polik. Короче, boshlanish to'lov kredit bo'ladigan bo'lsa bir 10 million, 7-8-10 million atrofida bemalol olib ketishaversin. Uzoq aka, olib ketishaversin. Rasprodaja aka. Onyx'imiz bor aka 2024-yil. O'sha mexanika full pozitsiyasi. Bu ha? Ha, ikkalasi ham akajon metalllar qo'yib qo'yilgan. Tayyor haydashga. Yurgan, bittasi 30 ming kilometr yurgan, bittasi 20 ming kilometr yurgan aka. 140 milliondan qo'yganmiz. Bemalol yana skidka qilib beramiz. Bu 166 millionlik pozitsiya. 2024-yil Onyx'da atiga 74 ming yurgan. Nech pul dedingiz aka? 140 million yana ham kelishtirib beramiz akajon. Yana ham o'tib berib, bonuslari ham bor. Xuddi shunday. Kuzatuvchilar yana bundan ortiq qanday yana narx qilib berish kerak? Onyx'da ikkita Spark'imiz bor. 2023-yil, 2020-yil aka. Bu 23 mi? Bu 20-yil. Bu 23. 23-yil. Diska balonlar, hamma narsasi full pozitsiya aka. Mashina 23-imizda 125 million so'm qo'yganmiz. Yana ham kelishtirib beramiz. Bu 2020-yilda 115 million kelishtirib beraveramiz. Xudo xolasa, bular dehqonni mashinalar aka. Qo'yib, narsa qilib sotamiz, yana ham kelishtirib beraveramiz. O'tilayotgan joy bor. Ya'ni bitta narsa men savol qiynaydi, gapingizni bo'ldim aka. Nima uchun mana Spark? Aynan Spark Gentra emas.
nima o'sha hozirgacha o'zini o'rnini saqlab turibdi. Ko'pchilik aytadi, nima Sparklar baland, arzon Sparklar yo'qmi deydi. Spark baland narx aka. Spark stabilni narxi baland. Spark akajon ko'pincha aka bu shahar bo'lib mashina. Buni hech qanday xarajat, motori juda ham baquvvat chiqqan. Baquvvat bo'lishiga sabab mashina yengil aka. Mashina yengil hisobiga hech qanday qiynalmaydi. Rasvodi ham ancha kam. O'zi ham mos akajon. Shuning uchun zapchas, papchas hech qanday muammo bo'lmaydi. Spark ishlab chiqarish to'xtatilgan, defitsit yo'q mashina. Yo'q, shunday. Shuni hisobiga narx ushlab turilibdi aka. Bu men shu gapimni eslab qolinglar, Sparklarning narxi ne только bizga, hamma joyga, butun O'zbekiston bo'ylab narx shunday baland. Hali beri tushmaydi. Yana zo'r Sparkchamiz bor aka, 2015-yil avtomat garajga tonirovka ruxsatlari. Mana arzonchiroq so'raganlar. Arzonlar, xuddi shunday. Necha pul aka bu kishi yilda? 70 million so'm akajon. 2015 avtomat garajga metan gazlar va tonirovka ruxsatlari acha bor. 2015-yil 70 million. Metan tayyor, tonirovkasi tayyor, xarajati yo'q aka mashina. Yo'q, hech qanday xarajat. Garantiya. Arzonroq Spark so'raganlar uchun mana bu bank bo'lmaydi aka? Yo'q, bank bo'lmaydi. Bu bank bo'lmaydi. O'z bilan ham gaplashsa bo'ladi. Savdo qilib beramiz. Bemalol pullaringiz yetmasa, o'zlari bilan kelib, xohlaganlar uchun mana aka Nexus 3imiz bor ikkita. 21-yil, bittasi 20-yil, 21-yil yurgan probegi 9000 kilometr. 9300 kilometr halol. Yurmagan ekan. Lubo joyga ko'rib tekshirtirib olaverasizlar. Mashina narxini ham zo'r qo'yib qo'yganmiz aka. 110 million so'mga bemalol olib kelasiz. Necha dedingiz? 21-yil aka. 21-yil. Deyarli mashina yurmagan 9300, xohlagan joylaringizga borib tekshirib olasizlar. Bunisi 2020-yil aka, 40 ming yurgan, bu ham benzinga. Mashina zo'r holatda. Mashinamizni 105 million so'm qilib beramiz. 2020-yil tayyor. Tayyor aka, tayyor. Ko'rib turganlaringizda arzonchiroq variant desanglar, arzonchiroq variantlarimiz bor. Pachka, salon desanglar, salon variantlarimiz bor. Tayyor desanglar, tayyor variantlarimiz bor. Keyingi videolarda Abbos aka hozir endi so'rov qoldiramiz. O'sha nima podpishchilardan deymiz, kuzatuvchilardan deymiz. Nima mashinani to'liq obzor qilib beramiz. Yana qanday bonuslar bilan bitta mashinaning holatini umumiy ko'rsatamiz. Faqat kuzatuvchilardan kommentga aynan nima mashina ko'proq qiziqtirishini yozib qo'yishsa, o'sha mashinani qo'ldan kelgancha biza narxini ham, bonuslarini ham, obzorlarini ham qilib beramiz. Akajon, sizga rahmat. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Pashol narxi kesdinglar bo'ldi.